Salom do'stlar, bugun sizlar bilan men Amonjon bo'laman. Ya'ni bugun Black bo'laman. Bugungi videomizda biz Varden va Temur golemlarni urushga qo'ydiramiz. Qarang, shunday sokin havoda Varden va u urush qilishadi. Lekin hozir qorong'i tushib qoldi. Shuning uchun birinchi uxlab olamiz, keyin ertaga hammasi bilan jang qilamiz. Keyingi safar Umar ukam ham men bilan video olishim mumkin. Mana bilmadim. Yo'q, bir oy yoki bir hafta. Lekin shu 15 ta like kelsa, bu safar esa biz yoki 10 ta obuna chop kelsa, bu safar esa biz Varden va Vizerni urush qo'ydiramiz. Hop, ketdik. Tozlarni tuzatamiz va ko'kka 2 jon qoldiramiz. Bu safar esa to'liq bo'lishi kerak. Mana tuzatamiz. Zaman tekshirib ko'rish kerak. Yo'q, bu yaxshi ekan. Ko'ramiz va bu ham yaxshi. Desa Varden To'rtta gollarni bemalol yengdi. Endi yana 2 gol yaratib qo'yamiz. Oltita golimni ham yengdi. Lekin 8 tani yengdi. Shu bilan endi keyingi safarlar video davom etadi. Xayr do'stlar.